Ata-onalarning rahmatini bilish bek muhim do'stlar. Bugungi bu rasmni tayyorlash uchun bir mo'jam pul ketmaydi, lekin har kuni yarim soat atrofida vaqt chiqarib, mushu ata-onalarimizni mushu retsep bo'yicha davolab kutib olgan vaqtda shu jafokash ata-onalarimiz rahmat bolam deb peshonamizga birini suyib, bizga baxt tiligidek ajoyib qoldi bir tal retsep. Yana bu qandaq retsep degan vaqtda hozir mushu 95% ata-onalarimizni qiynayotgan yana shu jafokash ata-onalarimiz bizni beqish uchun nurg'ulg'an jismoniy ig'ir emgaklarni qilish orqali bel omurtqaliq taqsi poltiyib chiqib nervni besib olish sababli o'ri bulanmayotgan, bel tilib og'riydigan, beldan tortib tapongacha pochoqning keyin tarafidan paytayotgandek shunda og'riq his qiladigan, ozroq o'tirib bo'lguncha yotqisi keladigan, o'ltig'isi keladigan, yana mushu tiz bo'g'imda so'ngak o'z sababidan o'ltirib qopish intayin qiyin bo'layotgan, harakat to'sqinlik uchrayotgan, bo'lib havoning sovishiga ergishib kechilari qattiq beorom bo'ladigan, mushu qaltis ata-onalarimizni bechora qilayotgan mushu so'ngak kasalliklariga qarata ajoyib unumli bir til ishlab keldim. Oldi bilan qo'llash yuzasidan bir til yurakni besib o'tib, inkas rayoni 666 raqamni ko'plab yo'llab o'tgandan keyin meni qo'shilinglar. Tajribadan o'tgan unumi kapolat bo'lgan retseptlar kuni so'zildi. Astidagi yulduz belgisida biz mushu retseptni saqlab olib, mushu retsept bo'yicha mushu jafokash ata-onalarni davolab kutib, rahmatini aytinglar do'stlar. Mushu qo'yning quyruq miyidan 200 gram quruq qozonga silib sus o'tda eritamiz. Ustiga 20 gram kavovchini 20 gram zanjabilni silib sus o'tda 5 minut atrofida turg'izgandan keyin buni elib havo o'tishmaydigan botilga qachilab Mo'shuningda atdeganda bir vaqt kechdi bir vaqt mush belni tiz bo'g'imni tekshi maylab beramiz. 15-20 minut turg'izsak bu may singadi. Singandan keyin yarim soat atrofida ulab beramiz. Mushunda ulab bergan vaqtda mushu turlik so'ngak kasalliklari, mushu og'riqni tortayotganlar uchun unumi intayin yaxshi. Yana bir usul bo'lsa, mushu ulab bo'lgandan keyin mushu uydagi, ya'ni jangal tuzi deymiz, mushu tosh tuzni so'qib qo'noq holatga kelgandan keyin buni temir dasqa silib qo'raymiz. Gazir qo'rgandan keyin 10 minut atrofida qo'rsak qizishga boshlaydi. Shu qiziyotgan vaqtda 20 gram atrofida shu eritilgan tuzni quyib, yana tekshi aralashtirib, toza qizitib buni qizigandan keyin buni raq daq xaltiga ilib, mushu belga tizga 20 minut atrofida issiq o'tkazib bersak, mushu so'ngak kasalliklarninki og'riqni tortayotgan mush ota-onalarimiz uchun intayin yaxshi unum qildi do'stlar. Bu retsep bilan har bir farzand bo'g'uchining cho'qim ota-onalarni davolashini umid. Yana shundaqla shu turli so'ngak kasalliklarga qarata, revmatizmga qarata masala so'ramoqchi bo'lsanglar yoki men nurg'ulg'an badanga oziq to'liqlab samirtish quvvat mahsulotini iste'mol qildim, unumini ko'ramadim yoki unumini ko'rib bo'lgandan keyin to'xtatsam darhol aslimga kelib oldim. Mushning qarata haqiqiy Uyg'ur tibobatda ishlangan o'rninsiz bo'lgan haqiqiy badan quvvatlab samirtadigan mahsulot iste'mol qilsam bo'ldi deydigan do'stlar bo'lib qolsanglarmi, mushu ustidagi unlarni qo'shish orqali maslahat so'rasanglar yoki bizning unum kapolat mahsulotimizni sotib olib iste'mol qilsanglar bo'ldi.